bitta haqqoniy ustozlar bilan birga o'tirib hamma narsa haqqoniy qildi. Yaxshimi yomonmi to'g'ri vaqtimiz o'tdi. Early this morning when you knocked upon my door. O'rtoqlar, bugun bizda 3 ta guruh, ya'ni 25 ta o'quvchi 4 oylik grafik dizaynerlik kursimizni bitkazayapti. Xudo xolasa ularga sertifikat diplomlarini topshirib, keyingi etaplarda, keyingi yo'llarini bizni ustoz bilan, Varaka bilan birgalikda hammasini tushuntirib boramiz. Kuzatib boringlar. Sertifikat topshirishdan oldin Pashti 1 oy 2 oy baribir surok bo'ldi hammalarga. Kim qattiq qanaqa harakat qildi o'sha haqida. Misol uchun kimdir ishga kirdimi yoki nima harakat qildinglar o'zlaring uchun? Ana shu 3-4-oylarda oxirida X Media reklama agentligiga ishga kirganmiz. Xudo xolasa, asosan SMM dizaynlar bo'yicha, portfolio bo'yicha ham ish olib boryapman. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Siz aytgandaqa networking o'sha hamma nima desa bo'ladi. Hammasini bir xil olib ketyapsanmi? Ishni ham, portfolioni ham, ishga ham xudo xolasa vaqt yetyapti bemalol. Undan tashqari ko'chada zakazlar ham xudoga shukr bo'lyapti. 3-oy oxiriga yetgandan keyin men Valbers rossiyskiy bor ruslar. O'shalarga onlayn dizayn qilib berishni boshladim. Undan keyin biz jamoa bo'lib turib Inflix komanda agentsiyasini ochdik. Inflix agensiyada hozir CDL bor birinchisi, logistika Amerika bilan ishlaymiz. Ikkinchisi Travel Hub bor, tur. Undan keyin Futures bor. Komanda qilib ishlayapsiz. Komanda Inflix ochdik. Malades. Undan keyin New Futures bor. Qanaqa rezultat? Ertaga misol kelajakda qanaqa o'zingni ko'ryapsan shu narsada? Zo'r sohada. Qiziqish bormi? Qiziqish bor. Pul topganingdan keyin komanda bilan ishlash bari boshqachaligini bildingmi? Atmosfera, harakat. Yo'q. Siz aytganingizdek, siz o'quvchi chiqaruvdingiz, biz siz aytganingizdek komandaga o'sha bolalarni tortamiz. Hozir bizning komandamizda Oybek ham bor. Menda misol uchun juda ko'pchilik so'raydi-da, qanaqa o'quvchilaringiz menga bering, ishlating. Men Anvar akaga aytaman, Anvar aka qanaqa o'quvchilarda bormi ishlaydiganlar? O'sha paytda ham bularni so'ragandi mendan. Anvar akani o'zi ish bilan joylashtirib, eplab ketibdi mana Muhammadjon misol uchun. Men buni 2 oy kuzatganimda unaqa harakat yo'q edi dizaynda. Men ko'rmagandim. Chunki men bilasizlar kameradan kuzataman, Anvar akadan so'rayman ko'p narsani. Даже ochiq oyda aytamiz, bunda qizil diplom degan narsa yo'q edi, to'g'rimi? Oxirida Brandbookni haqiqatan zo'r qilgan. Men o'zim ko'rdim. Brandbookni juda ham imtihondan juda ham zo'r o'tgani uchun bunga qizil diplom berdik. Uje yozildi qizil diplom. O'shaning uchun harakat. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman sizlarga, 3-oydan men o'zim harakatim qilganman. Mana o'zimga o'xshagan o'quvchilarim chiqyapti. Men bu narsadan juda ham xursandman. Sizlarga ham aytadigan gapim, iloji boricha maksimal harakat qilinglar. Bu sohada misol uchun sizlarda kimdir eshityapsizlar, mana sun'iy intellektni eshityapsizlar, to'g'rimi? Sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Okey, mana sun'iy intellekt zo'r chiqyapti, dizayn bo'yicha olib qo'yapti yoki ko'p narsani deyishlaring mumkin. Lekin bu bilimi past, harakati yo'q, kelajagini to'chni aniq analiz qilmagan odamlarda o'xshayapti bu narsa. Shunaqa deb o'ylayapti. Lekin bizni sun'iy intellekt yaqinda men sizlar uchun zo'r videolar chiqarishni men ko'rdinglar, 2 oy men video chiqarmadim. Pashti 2 oydan beri men umumiy internetga video joylamadim. Chunki ochiq oydan aytaman sizlarga, men chetga o'qishga ketish arafasidaman. Nima uchun? Mana shu dizayn sohasini haqiqatdan mana imенно grafik dizayn sohasini yanada kuchaytirish uchun. Bu degani bu sizlarga katta motivatsiya bo'lishi kerak. Chunki O'zbekistonda taniqli dizaynerlar, mashhur qimmat dizaynerlar ichida men ham borman. Imенно men bu sohani yana ham qimmatlashtirmoqchiman. Yana ham buni rivojlantirmoqchiman. Bu degani ertaga sizlar mediaga просто grafik dizayn bo'lib chiqqanlaringda yoki applitsiyalarga grafik dizayn deb yozganlaringda odamlar shu tushunib yetsin, grafik dizaynda hurmati qanaqa, uni narxi qanaqa, ular qaysi biri sifatli grafik dizayner, o'zi qanaqa xizmat ko'rsatadi. Haligacha viloyatlarda bu narsa past rivojlanyapti. Ko'pchilik tushunmaydi. Oralaringda viloyatdan kelgan o'quvchilar juda ham ko'p. Men har doim aytaman, viloyatga olib kiringlar bu narsani, tushuntiringlar. Qarindoshlar, uje hamma narsa tanishdan boshlanadi. Meni bilgan bo'lsanglar, TikTokda platformada men video qilib joylaganimda faqat kommentariyaga logo qilib berganman. Esinglarda bo'lsa agar meni kuzatgan bo'lsanglar, просто bepulga kommentariyaga logotip qilib boshlaganman. U prosmotr juda ham yaxshi qilgandan keyin menga motivatsiya bo'lgan. Shunchaki men
u narsani dal shu olib ketish, lekin undan pul topish yoki katta menga obro' e'tibor olib kelishini o'ylamaganman. Shunchaki Xudoga tavakkal video qilib boshlaganman. Mana Anvar aka ham guvoh, o'shanda birinchi motivatsiyani Anvar aka berganlar. Bosing deganlar, video qilib chiqaring deganlar. Bitta zakazni qildinglar, ertasi kuni o'sha zakazdan ko'ra yaxshiroq narsa qilib berishga harakat qilinglar. Bitta oldingidan bitta qadam oldinga tashlashni o'rganinglar har doim. Men shunaqa. Mana bugun qilib bergan narsamni men o'zim uchun rag'batlantirishim uchun zo'r chiqdi deyishim mumkin edi, lekin men ertasi kun undan ham yaxshi narsa qilishga harakat qilaman. Harakatimni to'xtamayotganini men sizlarga isbotlayman. Videograflar boshqa hammasi xayolida как будто sun'iy intellekt ishni olib qo'ydi. Qaysi biznesmenni ko'rgansizlar o'tirib sun'iy intellektda logotip yasab o'tirgan? Qaysi biznesmenni ko'rgansizlar o'tirib video montaj qilib o'tirgan? U odamlardan, past tabaqadagi odamlarning fikri hisoblanadi bu narsa. Biz shuncha narsani ko'rib kelyapmiz, shuncha mediada tanishimiz bor, shuncha blogerlar bilan gaplashyapmiz, lekin bo'lganda men yig'ishtirib yuborardim bu sohani. Lekin men sizlarga garantiya beraman, 20 yil sizlar normalniy pul topib, normalniy, faqat oqimga qarab suzishga harakat qilinglar. Qachonki sizlar zamon bilan hamnafas bo'lasizlar, o'shanda sizlar hech qachon zamondan orqaga qolib ketmaysizlar. Xudo xolasa sizlarga sertifikatlaringizni topshiramiz. Tipda chiqib kelsanglar. Mashhurbek, keling. Dunyo mashhurda qarshi chalib turasizlar. O'zingiz 5 bahoga o'qigansiz. Og'abek Arziqulov. Arziqulov Og'abek. Kam ko'rinadi bu bola. Bu bola kam ko'rinadi, harakati yaxshi ekan. To'xtab qolmaslik kerak Og'abek. Hos. Baxtiyor va Jasmina. Qizil diplomni oqlang endi Jasmina bu yog'iga. Muloqotda kommunikatsiyani kuchaytiringlar, to'xtab qolmanglar. Boya aytgandek, o'sha portfoliyoni rivojlantirish uchun SEO agentstvalar, medialarga, brending agentstvalarga shogird bo'lib tushish kerak. O'zi shogird bo'lib tushib, 2-3 oy yurib, o'sha yerda portfolio to'plab, odamlar qanaqa ishlayapti, qanaqa muloqot qilyapti, o'sha narsalarni o'rganib, rivojlaninglar. Tijorat o'qidik bo'ldi, to'g'ri o'qidik bo'lib, deb obush bo'lmasin-da. Boshidan ijod yaxshi ko'ringlar sohalaringni. Agar yaxshi ko'rdinglarmi, shu sohada o'zlaringiz ko'ryapsizlarmi, to'xtatmanglar. Va shu paytgacha men faqat yaxshi ko'rganman sohamni. To'g'risi, bundan haligacha daromad qilaman, ertaga misol daromadim to'xtatib qolsa, to'xtatib qo'yaman degan narsa yo'q. Men dal shu oxirigacha olib boraman bu sohani. Bitkazgan o'quvchilarimizga faqat omad tilaymiz. Xalif akademiya.